Assalamu alaikum qardoshlar. Men hozir to'g'ri chiqib bo'ldim deb qarayman. Okay. Bolchidoq yo'q. Ben kimning kirganligini hiç ko'rmadim. Ben faqat o'zimni bog'liq turman. Ben bugün o'zimniki qisqacha to'xtaladigan bir qancha nuqtalar var. Şu noktalarda ben sizlerle ortaklaşmakçı. Hazır bir aylan kiribdi. Amal bo'lsa, ya bir ikki aylan kirgan bo'lsa, biz boshlab ketgan bo'lsak to'g'ri bo'ladi. Ben başlab beray, çünkü bu to'g'ri bo'luvchi. Deydigan mush gaplarning hammasi baribir bu to'g'ri bo'ldi. Yani ko'pchilik anglaydi. Onun keyin buni ko'pchilik agar o'rtaklashadigan yoki bo'lmasa tartishni xohlaydiganlar bo'lsa, o'zing o'rtaklashib qo'ysang to'g'ri bo'ldi. Bu çünkü men to'xtaladigan bugun bu ikki nuqta, ikkilisi bizning hozir ko'z oldimizda turayotgan, biz qiziqadigan nuqtalarchi. Yani bunun birincisi, men hozir mayli Facebook olsun, mayli Twitter olsun, bir narsaga diqqat qilyapman. Bizning oramizdagi nurg'ulg'an qarindoshlar, masalan, Ukrainaga urushga berish kerakmi, kerak emasmi, yoki bo'lmasa hatto ba'zan bag'onlarni shu Ukrainaga urush bag'oni qahramon sifatida tushib, bizning oramizda taqtiyotgan bir ahvol bor. Endi men buni bunday deb qarayman. Biz Ukrainadagi bo'layotgan urushniki adolatsiz, bu tajovuzchi urush ekanligini hammamiz bilamiz. Ham buni biz ko'pchilikmi uni deb kelyapmiz. Lekin bu urush biz bosaq bo'ldigan urush emas. Bunun bir qancha sababini men sizlarga deb beray. Birinchidan, bu urush hozir Yevropa, masalan, Ukraina Yevropaniki demokratik davlatlarniki kirish eg'izi hisoblanib qoldi. Amaliyotda Yevropaniki davlatlari Ukrainani o'zining oldingi deb qaraydi. Shuning uchun Ukrainani qo'g'dash yoki uni qo'llashning o'zi amaliyotda Yevropaliklar o'zini qo'g'dayotdi. Yani bu bir mesele. Yani yana birisi, biz dünyanın hamma yerdan uyaga berishniki mencha bizning bakın Uyg'urlarga hech zaruriyati yo'q. Sizda dual citizenship yo'qchi. Mencha yo'q deb qarayman. Agar bor bo'lgan bo'lsa, bu meniki gapimni anglamsanglam bo'ldi. Dual citizenship degani qo'sh davlatniki garajdorligi. Ani nurg'unlarniki balkim Turkiyaniki, andin Yevropadagi bir davlatniki bo'lib qolishi mumkin. Lekin mutlaq ko'p qismlik Uyg'urlarda bunda qo'sh davlatniki davlat tavalligi bo'lmaydi. Ondan keyin bu mesela Ukrainaga urushga boramiz degan ko'plagan odamlarning hammasi hem Ukrainalik hem boshqa bir davlatniki davlat garajdoni tavalligidagi tug'anlar. Shuning bilan ana ular abası bo'ldi deydi. Nurg'ulg'an masalan shu Yevropadagi siyosiy yo'lda o'zining davlatlarga biz berib urush qilamiz deganlarniki nemasi basing bo'ldi deb hatto ular rag'batlantirayotgan bir gap. Lekin bizniki kelgan vaqtida biz undaq qilsak bo'lmaydi. Chunki bizniki ko'plagan odamlarimizniki birinchidan urushda hech qanday bir tajriba yo'q bo'lmasa, bundaq bir azroq olsun bu jihatda mashq, hech qanday ta'lim-tarbiya ko'rib boqmadi. Siz ta'lim-tarbiya ko'rmay turib, o'zingiz shu nimangizga tayniblan, qiziqqaningizga tayniblan u oldingi safga bordim deb borgan bilan sizniki yeydiganingiz nayt bir pay o'q. Ondan keyin u bizga nisbatan, butun jamoatga nisbatan yo'qildigini bir Uyg'urning jini yo'qiladi. Unda qilgankin siz o'zingiz mayada foyda ziyon hisoblab boqsangiz bo'ldi. Siz hech gap yo'q uyaga berib o'zingizni bir pay o'q tutib berganingiz yaxshimi? Yoki bo'lmasa siz tug'an joyingizda turib, ashlarga yaraqli yordamni qilib, shuning bilan bir vaqtda ashu jasoratingizni, ashu jasurligingizni, ashu qahramonligingizni bizningki o'zimizningki qirilayotgan odamning ovozini chiqarishga ishlatganingiz zarurmi? Buni biz hammamiz qattiq o'ylanadigan masalachu.
Andan keyin yana birisi 2 yilning oldidagi mandaq bir voqea yadim kelib qoldi. Mushu g'ol-g'oli chiqqandan keyin. Shu vaqtlarning o'zida bizning oramizda bir qism odamlar mushu Xitoy demokratlarining ideologiyasini bizning chiqish yo'limiz deb qattiq ichimizda shamol uçurup bunu bir təşviq qilishga boshlagan. Təşviq qilib eng oxiri bu ma'lum darajada o'ziniki nimasiga yetdi deb qarayman. O'zining maqsadiga yetdi deb qarayman. Amaliyotda shu hozir bir iqimga bak cho'ng iqim bo'lib ketmasmi, bir iqimga aylanib qoldi. Endi bu Ukrainaga askar ravatadigan askarga borma, oldingi saf berib urushman deydigan mush ishdimi? Bizning bir diqqatni yig'adigan shunday bir nuqtaga aylantirib qo'yish ehtimolligi nihoyat yuqori. Shuning uchun mushu sababdan bo'lsa-bu biz o'zimizniki qiladigan ishimiz samondak, bizniki shilimizdagi majburiyat tog'dak. Unda qilgandan keyin bizning o'zimizniki ishidan eshinib Ukrainaga biz ishinib bo'lolmaymiz rostini aytganda. Shuning uchun bu o'zimiz amaliyotda mayadan qechib, ayaga andaq borman deb to'g'ri cho'lpin olib andaq tushsak, yana bir jihatdan aytgan vaqtida biz o'zimizning mas'uliyatidan nihoyat yaxshi qochgan bo'lamiz-ku. Diqqatni boshqa o'zimiz burab bergan bo'lamiz. Shuning uchun mening sizlarga tavsiya qildig'im qarindoshlar, shu to'g'ridagi uyabiyadagi g'avg'aga ovoz qo'shib, mush Ukrainani oldingi safga urush qilamiz yoki bo'lmasa ashunga yordam qilamiz deydigan ashqil ideyada bo'lmasanlar. Anani atrofingizda shunday bolalar bo'lsa-mu, ashlarga azroq oldin to'sab qo'yinglar. Hozir tushunmasa, kinchi tushunib qoladi bu bolalar. Uning ish bizga nisbatan ish zaruriyati yo'q. Bu meningki hamda mishada samimiylik bilan sizlarga tavsiya. Hatto mush Avstraliya hukumatim dedi. Avstraliyada bordigan qiziqqanlik bolalarga degan vaqtida Avstraliya hukumati dedi, hozir sizlar o'zinglarning hissiyotingizga tayanib bunda da'vatsizlar. Lekin sizlar Ukrainaga qadam bosgan zaman u bir xalqaro bir masalaga aylanib ketadi. Sizlar Avstraliyaga ish terib bersanki yordam qilmaysizlar. Ana bu vaqtida bu bizniki asos qonunga xilof bir kep chiqadigan bir ahvol bir to'ldirib qo'ysizlar. Ani biz berib aqınladan o avarçıqni biz adalashga to'g'ri keldi. Deb Avstraliyaning hukumati bo'lmuş, demokratik davlat ku. Ashlarmi shu narsa tavsiyani qilyapti-ku. Unda ham biz 100% ko'chman bo'lish sifatimiz bilan o'zimizning tug'an davlatida shu davlatdagi masalan demokratik ideologiya, demokratik usulda ilib berilgan nurg'un narsalarni mesela insani jihatdan ilib berilgan nurg'un faoliyatlarga ovoz qo'shsaqmi bo'ldi. Ashning o'zimiz nurg'un o'g'inish jarayon, sizligim bir cheniqish o'g'inish jarayon bo'ldi. Andan o'zinglarmi shu boshqalarga bir ish qilib bergan bo'lsizlar. Lekin o qiziqqanlik bilan o oldingi safqanlar jugurab berishningki mencha mushturqining o'zida ish zaruriyati yo'q. Men bu gapimni mishada tugday. Endi ikkinchi masalaga kelaylik. Ikkinchi masala men nurg'un hozir bizning ishimizda yana bir tayinli bir g'avg'aga bir talashda chiqib kirib ketish ehtimolimiz nihoyat yuqori. Men chunki ma'lum darajada uniki mening mas'uliyatim bor. Men chunki 2 kun oldida azroq bir yozma e'lon qilsam, u yozmaga nisbatan qo'llaganlar bor, qo'llagan. Albatta u sizning erkinligingiz. Qo'llasangizmi sizning erkinligingiz, qo'llamasangizmi sizning erkinligingiz. O faqat mening shaxsiy fikrim, mening bayqishimdagi, mening his qilganlarimni sizlar bilan o'rtoqlashganim. Endi bu yerdagi bir masala, men u yerda dedimda, Ukrainaning jasoratini o'rganish kerak. Haqiqatan qahramon xalq ekan deb. Bu deganim bizdagi bor qahramonlikni yo'q qilayotganim emas. Bizdagi qahramonlik haqiqatan batdi. Lekin o qahramonlikniki birinchidan rangi o'chib ketib qolyapti, yana birisi yo'linishi o'zgarib ketgan ahvolmi kelib chiqdi. Ani yana birisi nerede qahramonlik chiqqan zaman qahramonni yolg'iz qo'yamiz. Ani bu bizning o'zimizning ichidagi kasallikdir bu. Unda qolgandan keyin biz boshqalarningki qilayotgan inqilobiy, boshqalarning qilayotgan ko'rishiga qarg'a vaqtida o'zimiz shuningdan nimani o'rganamiz. Nimani biz qabul qilamiz, nimani qabul qilib turib, ondan uni o'zimizningki ishini texmi alg'a bastira oladigan qilamiz degan ma'noqdan o'ylash kerak-ku. Ana shunga uni hargizmi bizningki qahramonimiz 12-yuqurda andaqtında da o'z-o'zini so'ygisi
holatiga kirib, psixologiyasiga kirib olib, xalqninki qilayotgan ishni bu yerda yo'q chiqarishlar yo'q chiqib ketmaydi. Ukrainani ko'ryapmiz aynan. Xalqlarning naqadar jasurlik bilan o'ziniki oldingi hisobga berib, mayli bir tal qishni ko'tarsimi, o'zining davlatida turib 18 yoshdan 60 yoshgacha erlarni butunlay anondan keyin ayollarmi bor uning ichida. Ayollarning oldingi hisobda urush qilib, men nim qilib, muntazam urush qilman degan ayoldan 65 ming askar bor ekan. Demek aşılar nima dese, onun da ayol deb o herkes bu yerda cins ayrımcılık qilmayotdi. Mayli sen aşı qulağına qurallı alalsan, 18 yaş ve 60 yaşın arası bolsan, seniki beriş mecburiyetin bu deb devlet mecburiyetga aylandıradi. Hem de bizning meselemiz kelsek, biz undaq mecburiyetni berdigan bizde asas kanun yok. Biz dava qılıvatımız. Undaq olan ki davada sizni hiç kim uçunuz ahmayki bilen kök xat var. Ben Şarkı Türkistan'daki müstakillik için köreş kılman, yakomisa ben Uygurum için köreş kılman degen kök xatni yezip koçuğa çıksanız hiç kim tutsa olmaydı sizne. Aşının özünün kahramanlık. Ben kahramanlık degende ben mağla derdim. Yani yeni birisi kahramanlık degende mi o alanınki iş hareketine karşısınız ulu naiti taktikalık, naiti tecrübe bilen meyli cyber war deyimiz, cyberspace war. Ma nimedekin to'g'ridagi jig'inimi yaxshi ilib menyotidu, ma yer yuzidagi jig'inimi yaxshi ilib menyotidu. Buningdagi biz ugundigan nurg'un narsalar bor. Anonikin ular Yevropa andaq yordam qilgan, mandaq yordam qilgan dedi. O'ylab beqinglar. 2 yoshlik bola bilan 6 yoshning farqi bor. Shunami ya? Sen 2 yoshning bolaninki o'ynaydigan o'yinchig'ini 6 yoshga bersang, 6 yoshlik bola o'ynamaydi, tashlaydi uni. Shunga o'xshash bir ish. Bu biz dava qilayotgan adam bilan bir davlat zimin butunligi ne uchun kurash qilayotgan adam qanday silishtirsizlar, o'ylamamsizlar. Shunga o g'arib bo'lamdi, boshqa Yevropa bilan ular muomala qilganda bizga dava qilayotganlarning yo'lini muomala qildi. Ularga bir davlatni qo'g'dayotgan davlatning nuqtai nazaridan chiqish qilib turib muomala qiladi. Şuna herkes 6 yaşlık balı minelaydigan velosipedni ekip 2 yaşlık balıga bermeydi, mana men deb. Undaq bo'lgandan bizda mundaq bir selishtirum bo'lgandimi, sal birinchidan mantiqiga tushadigan, ikkinchidan sal amaliyotchilarga bo'ladigan andaq selishtirmani qilsak. Lekin ugundigan narsalarni aytib ko'p. Ugundigan narsa kelgan vaqtida uningdan boshlatmaslik kerak. Anondan keyin biz buningdan üyengenden keyin biz özümüzge qanday əmliləşdirməyiz deydigan o nərsini onunla mı başlatmasıq kerak. Şimdi bu yerdə deb qoyduğum 2 nöqtam qarindaşlar. Biz özümüz qəhrəman millət bolğanlığımız üçün qəhrəmanın qədrini bilimiz. Şuna Ukraynanın qəhrəmanlığını köyge vaxtımızda jürgümüz həm zıngıldaydı, həm jürgümüzün çonqur yerdən orun berişkə hər vaxt tayyor turmiz. Bundaq deginim biz şu bar yo'qning hammasini Ukrainaga tashlab beringlar, biz hech nima qilmaymiz deganim emas. Ukrainaninki qilayotgan ishidan biz ugunaylik deyotgan gap bor. Ugunib o'zimiz uchun qanday qilishimiz, biz nima ish qilamiz deydigan narsani o'ylab boqaylik. Bizningki hozir davo so'p qilyotdi-chu, so'p bir turaqliq qilqi ma nimeniki oyga chiqmaydigan sisiq ko'lning suyidek ashna holatga kirib qolib tars qilyotdi. Unda qo'ygandan keyin özümüz aşını yana qandaq güllendirib, bunun bir yeni hayat ekirələyimiz. Deyilğən manostini əməliyyat qaydı boyunca biz oylarsak oldu. Muş Ukraynaya bilen, məsələn, Afganistan'da boluyatqan çoğun, muş 2021 yılınki, kenki yerimideki 2022 yılının 5'lik bu çoğun iş bizge nisbeten gayet zor bir dərs. Aşında nurgun nərslərini ügensek oldu qaydı boyunca əsli. Eğer bizninki hakikaten makalımızda devlet kurumuz bizninki zimin iqtidarçılığımızı alımız deydiği ideya olsa ügünüş aşınaq oludu. Herkes özanlarını köptürüş o ügünüş usulü emas o. Özanlarını köptegen zaman o ügenmeysiler şu köpke yerde turup kalıdığan gep adam. Bu adamniki nevisi tabiiti bu. Şunun için ügengen vaqtda jiraqtıraq turup sal nazarimizni çoğurak silip mandaq ügünüş gerek.
Menimcha hozircha deydigan ikki nuqtam mushunchalik. Anondan keyin davomli oldingi yana mushunaq masalalar uchrab qolsa, sizlar bilan o'rtoqlashishni xohlayman. Endi men bu yerdagi mushu masalani o'tirib qo'yishimdagi sabab bizning chet elda yashayotgan har bir Uyg'urning hayoti bizga nisbatan aytgan chog'da bu bir boyliq. Ana shunga u siz boyligingizni xarjlagan vaqtida, sarf qilgan vaqtida uni o'ylashib turib xarjlaysiz. Siz ziminning amonati. Agar siz o'zingizning majburiyatini ado qilib, mushu tug'an o'zingizningki davlatida, o'zingizning sharoitida bizning millatimiz uchun, bizniki kelgusi vatanimiz, bizniki ziminimiz uchun, tuprog'imiz uchun bir ish qilib bersangiz, siz cho'ng ish qilayotgan bo'lasiz. Men shu nuqtani demoqchi. Bo'ldi, xo'sh, Xudoyimga omonat qarindoshlar, yana davom etib uchrashib turaylik.